Zafron. To'g'ri eshitdingiz birodarlar. Bu noyob giyoh xalq va ziravorchilar orasida soxta zafron nomi bilan tanilgan moydor mahsar hisoblanadi. Buni boshqacha nomi zyorneya, ruschada esa saflor. Agarda buni bir osh qoshiq, ya'ni istalboy loshkada olib 600 gram qaynoq dog' suvga damlab 3 mahal 3 oy davomida iste'mol qilsangiz, organizmda nimalar ro'y beradi? Bunday bo'lsa yaxshilab tinglang do'stim. Birinchidan, qoningiz chaqaloqning qoniday toksinlardan tozalanadi va suyiladi. Undan tashqari tromblar birin-ketin yo'qolishni boshlaydi. Ikkinchidan, nevroz, nevralgiya, nevrit kasalliklaringiz, kechalari chinqirab, uyqingiz almashib, uyquni buzilishi, yo'qolib ketishlarigacha va undan tashqari yurak tahkardiyani, xofqirab urishlari, og'riqlari va undan tashqari birodarlar, qarang, bosh miyamiz va prostata bezdagi o'sma va o'simtalarni quritib yuborish xususiyatlari ham zo'r. Hazm sistemasini, ichki yallig'lanishlarni xudo xolisa joy-joyiga qo'yib beradi. Buni barcha ziravorchilardan topish mumkin va hamma joyda mavjud giyoh hisoblanadi do'stlar. Xullas, davlinangiz past yuradigan insonlar esa birodarlar 1 oy iste'mol qilasiz, 2 oy dam olasiz. Shunday qilib 1 yilga 2-3 marta takrorlashingiz mumkin. Video roligimiz ma'qul tushsa, like, report hisobini esdan chiqmasin. Xullas, sog' salomat bo'ling. Allohga omonat xayr. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.